Bunaqa qilib paxta qo'yish emas. Haqiqatda aytaman do'stlar. Samolyotda boradigan bo'lsangiz 11500 rubldan boshlanadi. Bir kunda kirdi chiqdi, ya'ni zayiz xizmati. Agar mashinada boradigan bo'lsanglar ham kamida 3 kun umringlar o'tadi. Qiylanasizlar. Undan tashqari 3 kun shaqqiylardan yutkazasizlar. 3 kun yo'lda yeb ichishlar bor. Ichki ishlar xodimlari assalomu alaykum, hojaga deb kutib olishi bor. Chegaralarida har xil holat bor. Undan tashqari keling endi men sizlarga bir kunda samolyotda kirdi chiqdi xizmatini taklif qilaman. 11500 rubldan, 11000 rubldan, 10000 rubldan narxlar boshlanadi. Narxlar kuniga qarab o'zgarishi mumkin. Agarda sizlarga bir kunda samolyotda kirdi chiqdi xizmati kerak bo'lsa, +7 kodi bilan 950 +7 kodi bilan 921 762 25 00 raqamlariga WhatsApp, Telegram yoki Max tarmoqlaridan murojaat qilsangiz bo'ladi. Assalom.